Mening o'zi go'zal, yuzi go'zal, qalbi go'zal, omaq kichik do'stlarim. Izchlar qanliga xush keldinglar. Qandaq ahvolinglar? Yaxshi turg'ininglardan nihoyat xush bo'ldim. Menmi? Allohga shukr, menmi nihoyat yaxshi turdim. Boshqalardanmi davomliq shundaq ahvol so'rab turinglar. Bo'lamdi? O'zaro ahvol so'rashish aramizdagi mehr muhabbatni kuchaytirdi. Suyimlik payg'ambarimiz bekmi mehribon edi. Bo'libmi sizlardek omoq bolalarimizga bekmi kuyinatdi. Beshini silaydi, so'yib qo'yatdi. Yana texi billa o'ynaydi. Shundaq ajoyib mehr muhabbatlik bir payg'ambarimiz bor. Undaqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganishni davom qilaylikmi? Keyingi bölümni cho'qim taqizzolik bilan kutdinglar. Tayyor bo'ldinglarmi? Boshladik qamsa. O'tgangi bölümimizda suyimlik payg'ambarimiz Allohning amri bilan safotiga chiqib kishilarga Alloh birdir, yekkigonidir. Men Allohning payg'ambariman deb oshkor o'ttirib qo'yib kishilarni islomga chaqirgan edi. Bu bölümimizde bo'lsa mushriklar, ya'ni islom diniga qarshi chiquvchilarning haddidan oshqanligi va ulug' Allohning kichik bir qurt bilan ularning o'yinini buzganligini so'zlab beraman. Payg'ambarimizning tog'isi Abu Talib jiyani Muhammad alayhissalom bilan ko'rishib, mushriklarning talablarini yetkazgan bo'lsa-mu, payg'ambarimiz bir qo'liga oyni, yan bir qo'li quyoshni bersimi, yo'ldan qaytmaydiganligini degan edi. Shuning bilan diniga qarshi chiquvchi mushriklar musulmonlarni qiyin qistoq qilishga boshladi. Qo'l ostidagi musulmon bo'lgan odamlarga va qullarga orqa-orqadan Allohning dinidan yondirish uchun har xil shaklda zulm qildi. Bolalar, sizlarga ba'zi misollarni ilib beray-a, texim yaxshi tushunasizlar. Masalan, Abu Jahil Makka xalqidan o'rni va hurmati yuqori bo'lgan biror kishining musulmon bo'lganligini anglagan hamon u kishini ayblaydi va azor berishga boshlaydi. Hatto uratdi, bo'zaq qiladi. Osmon ibn Affon musulmon bo'lganda uning tog'isi ig'ir tahdidlarni solgan edi. Mus'ab ibn Umayrning onasi o'g'lining musulmon bo'lganligini bilgandan keyin uni och qo'yib uydan qo'g'lab chiqargan edi. Bilal raziyallohu anhu mu xo'jayini Umayya tarafidan ig'ir zulm uchirgan edi. Hatto qiziq oftobda qiziq qumning ustida Bilalning ustiga yo'g'on bir toshni qo'yib, "Diningdan yon, Muhammadni inkor qil, butlarimizga ibodat qil, bo'lmasa toshning ustida o'lasan" deganda Bilal og'zidan Alloh birdir, Alloh birdir degan so'zni to'xtamay takrorlagan edi. Ammar ibn Yasir ota-onasi bilan billa musulmon bo'lgan bo'lib, Abu Jahil boshliq Makka mushriklari ularga intayin ig'ir zulm qildi. Hatto onasi Sumayya o'lib ketib, islomdagi tunji shahid bo'lgan ayol bo'ldi. Mana mushularga o'xshash Alloh yo'lida azob tortganlar ko'p edi. Bular payg'ambarimizga ishongan, musulmon bo'lgan do'stlar edi. Ya'ni biz doim anglab turadigan sahobalar edi. Ularni esimizdan chiqarmayli, duo qilib turayli. Bo'lamdi bolalar? Buncha zulm qiyinchilik oldida Makka shahrida payg'ambarimizga ishonganlar kundan-kunga ko'payib. Buning bilan birlikda yomon niyatli insonlar payg'ambarimiz va musulmonlarga bo'lgan eskilik qilishini davomlashtirib. Ammo hech kim qo'rqmaydi hamda aslo islom dinidan qaytmaydi. Buni ko'rgan Abu Jahil, Abu Lahab hamda ularga o'xshash payg'ambarimizga qarshi chiquvchilar yana bir yerga keldi. Keyin aqliga bir fikr keldi. Musulmonlarni boyqut qilish. Bu so'z sizlarga yangi bilingan bo'lishi mumkin. Agar xohlasanglar, bu so'zning qanday ma'nosi borligini tushuntirib qo'yay. Bo'lamdi kichik do'stlar? Mundaq tushuntiray. U vaqt bu yomon niyatli mushriklarning nima ish qilmoqchi bo'lganini
texim yaxshi bilalaysizlar. Boyqut qilish bo'lsa, ba'zi guruh insonlarning xohlagan narsalarga erisholmaslik uchun bir davlat yoki ma'lum bir jamoatdan barliq munosabatni uzishni ko'rsatadi. Ya'ni Mekkalik mushriklar musulmonlarni boyqut qilsa, masalan, yemek-ichmek sotmaydi ham olmaydi, to'y qilishmaydi, hargiz aloqa qilmaydi, paranglashmaydi. Buni boyqut qilish deymiz. Musulmon bo'lsin, bo'lmasin, payg'ambarimizning jamoatidan kim bo'lsa, shuni boyqut qiladi, ya'ni cheklaydi. Hatto bu qarorni qog'ozga yozib, Ka'baning temiga isib qo'ydi. Bu boyqut payg'ambarlikning 7-yili boshladi. Hashim o'g'illari va Mutallib o'g'illaridan kim bo'lsa, bir yerga, ya'ni Abu Talib jilg'isiga yig'ilgan edi. Mushriklar ular bilan bo'lgan har qanday munosabatni uzgan edi. Bu qiyin mezgillarda tog'isi Abu Talib va ayoli Hazrati Xadija onamiz har zaman payg'ambarimizning yonida bo'lib, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'lladi. Kun o'tgan sari ochliq va suvsizlik og'irlashdi. Kichiklarmi xuddi cho'nglarga o'xshash och qoldi, suvsiz qoldi. Musulmonlar uchun bu bir sinoq edi. Suyimlik payg'ambarimiz bu qiyin kunlarda hammaylanga doim sabrini, chidash kerakligini tavsiya qiladi. Inshaalloh bu kunlarim o'tib ketadi. Ishonganlar bu sinoqdan o'tib, bir kishimi dindan yonmagan edi. Hatto soni texmi oshgan edi. Ular mushu holatda 3 yil turdi. Hashim jamoati bu qiyinchiliklarga sabr qiladi, savob umid qiladi. Güzel do'stim, bu esnada bir kichik qo'rchoq Ka'baning temiga isilgan boyqut modlari yozilgan qog'ozni kirt qilib yeyishga boshlagan edi. Ammo hech kim buni bilmagan edi. Qo'rchoq bu qog'ozdagi Alloh degan so'zdan boshqa hamma yerlarni huzurlanib yegan edi. Ulug' Allohimiz bu ishni payg'ambarimizga xabar bergan edi. Chunki u qo'rchoqni evatgan Alloh edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu ishni tog'isi Abu Talibga aytdi. Abu Talib hayotida bir qitimmi yolg'on gap qilib boqmagan jiyanining so'ziga asosan Mekka mushriklarining yeniga keldi. Jiyanim Muhammadning aytishicha, bir daraxt qurti Ka'baning temiga isilgan boyqut modlari yozilgan qog'ozni yeb bo'pti. Faqat Alloh degan so'z qopti, dedi. Ular qaqoqlab kuldi. Chunki Ka'bani qulflab etgachga bu mumkin emas deb o'ylagan edi. Abu Talib so'zni davom qildi. Kelib bir qarab boqayli. Agar deganlarim to'g'ri bo'lsa, bu boyqutni amaldan qoldirsizlar. Agar undoq bo'lmasa, nemish qilsanglar mayli, dedi. Ular qabul qildi va yugurgunicha Ka'baga berib, eshikni ichib, isib qo'ygan qog'ozga qaradi. Abu Talib deganga o'xshash qog'ozni bir qurtchoq yeb bo'lgan edi. Faqat Alloh degan xat qolgan edi. Ularning chiroyi o'zgarib, dimi siqilgan edi. Hey, asli ibrat olgan bo'lsa, bu mu bir bishorat edi. Shundaqmi bolalar? Ammo undaq bo'lmadi. Shuning bilan ahdinomi yirtib tashlanib, to'xtamlar bekor qilindi. Ko'p jafo qiyinchilik tortgan musulmonlar rohat bir nafas oldi. Bu sinoqdan o'tgan edi. Allohning diniga ching isilgan edi. Allohga shukrlar aytdi. Keyin uni intayin yaxshi ko'rdigan, har doim himoya qilgan tog'isi Abu Talib va uni intayin yaxshi ko'rgan ayoli Hazrati Xadija onamiz bu dunyodan ayrildi. Payg'ambarimizga bu orqa-marqa kelgan musibat sababidan bu yilni qayg'u yili deb atagan edi. Shundoq hayotlikda mana shundoq qayg'uradigan zamonimiz bo'ladi bolalar. Nur yuzlik payg'ambarimiz intayin azobli kunlarni beshdan o'tkazgan edi. Albatta, Allohga sig'insa, duo qilsa,
sabr qilsa, bu ishlarning o'tib ketadiganligini bilatdi. Hatto bu qiyin kunlardan keyin go'zal kunlar keladi. Shundaq qilib, bu bölümning oxiriga keldik. Meni diqqat bilan anglaganligingizni bilaman. Omaq do'stlar, shirin xiyollarni qilinglar. O'zinglar, oilanglar, do'stlaringlar vatanimiz uchun mehribon Allohdan eng yaxshisini so'ranglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim.